bo'lgan bola qo'shimchalarni o'rganadi. Chunki ularda ko'pchilik eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda qo'shimchani qo'llash o'rgatish nima uchun kerak? Marhamat. Yozish va o'qish malakalari haqida gaplashgan edik. Hozir toifalar texnologiya yordamida tez olamiz o'tgan mavzuni yozishnimi, o'qishnimi? yozma ravishda biron varaqqa yoki daftarga tushirib berish bu yozish sanaladi. O'qish esa o'sha o'zimizni fikrimizni ko'chirgan daftarimizni o'qish va yozish o'qishnimi? Yana kim javob beradi? Ko'proq bizda mayda motorikani rivojlantirgan holatda bizni erkin fikrlashimizni ko'proq kuchaytiradi ham o'qish esa nutqimizni shakllantirishga yordam beradi. O'qish jarayonida bevosita xohlaymizmi yo'qmi biz bevosita gapirishga harakat qilamiz. O'qish esa ma'lum bir nutqiy faoliyat asosida harflarni bir-biriga bog'lab o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. Demak, biz maktabda bolalarni savodga o'rgatish darsida yozish va o'qish harakatini maqsadga muvofiq bajara olishini amalga oshiramiz. Yozishga o'rgatish va o'qishga o'rgatishni amalga oshiradi. Biz eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar maktabida savodga o'rgatish jarayonida albatta birinchi o'rinda qaysi tovushlardan boshlaymiz? Unli tovushlardan boshlaymiz. Va katta O, kichkina O. Va birinchi o'rinda bir bo'g'inli so'zlar. Ot, ot, ot. To, lo, no. Oto, olo, ono. Demak, bolaga tovushni mustahkamlash uchun ochiq bo'g'inda, yopiq bo'g'inda va tovush o'rtada kelayotgan darajada o'rgatamiz. Va birinchi o'rinda nimadan foydalanamiz? Rangli rasmlardan foydalanamiz. Misol uchun osmon, yoqadagi qunduz. Demak, mana ko'ryapsizlar, bitta O tovushini o'tishimiz uchun bolaga hamda nima bilan beryapmiz? Matn bilan beryapmiz. Va bu nima bu O tovushini deymiz? Bu O tovushini profili bolani O tovushini talaffuz qilish jarayonida unpaychalari og'zi ochilgan, lablar oralig'i ochilgan va o'pkadan kelayotgan havo ochiqlik bilan tashqariga chiqyapti. O. Demak, biz bolaga eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarda savodga o'rgatish jarayonida albatta profilni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Nimaga biz bolalarga profilni o'rgatamiz? Bunda ham profilni ko'rsatamiz. Mana profil ko'rsatamiz. L tovushini profili, L tovushini daktili va boshida kalit so'zni o'rtasida va majnuntol so'zni oxirida kelyapti. Layla kelmaydi. Kattalar, kichkinalar kerak bo'ladi. Ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in, so'zlar va matn kerak bo'ladi. Demak, mana shu so'zlarni demak, so'zni egallamagan odamga, bolaga matnga o'tsak bo'ladimi? Ketma-ketlikda o'tishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'rib turibsizlar, so'z turkumlari bor. So'z turkumlarida biz nima qilyapti? Demak, biz ta'lim jarayonida so'zlarni olayotganda bolalarga savodga o'rgatish uchun qaysi so'z turkumi ularga oson bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Ot oson bo'ladi. Va yana qaysi biri oson bo'ladi? Demak, har bitta harfni daktilemasi bor, har bitta sonni daktilemasi bor. Masalan, kel, sinfdosh, qo'shimchalari bolalarga tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Va so'z o'zgartiruvchi, kelishik qo'shimchalari, egalik qo'shimchalari, shaxson qo'shimchalari, so'z shaklini yasovchi. Lekin eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarga bu so'z o'zgartiruvchi, bu so'z yasovchi deb o'rgatmaymiz. Ularga biz bolalarga analitik sintetik usulda bilim berish uchun ularni biz ko'rish idrokiga, eshitish idrokiga u bolalarni har tomonlama rivojlantirish vazifasidan kelib chiqib, bu qanaqa?
Misol uchun biz a tovushini o'tyapmiz bolaga. So'zdan ma'lum bir tovushni topishni aytamiz. Misol uchun anor. A tovushi qayerda kelyapti? Boshida. Baliq. Ikkinchi harf, ikkinchi tovush bo'lib kelyapti. Zebra. Ularga rasm beramiz. Misol uchun bayroq, bobo, gerb rasmlari. Mana shu rasmlardan qaysi birida a tovushi qatnashgan? Demak, so'zni bo'g'inga va tovushga ajrating. Misol uchun bayroq so'zini tovushga ajratadigan bo'lsak qanaqa bo'ladi? Bayroq. Demak, bayroq ikki bo'g'inga ajraldi. Va nechta tovush qatnashyapti? B, A, Y, R, O, Q. Nechta? 6 tovush qatnashyapti. Nechta unli, nechta undosh? Va uni amalga oshirdik. To'rtinchisi, tovushlardan so'z tuzishni beramiz. Qani A tovushiga so'z tuzinglarchi? Asal, ayiq, boshqa so'zlar bilan almashtirish. Misol uchun don, non. Somon, osmon. O'z, o'za, bilak. Quyidagi bosqichlar analitik sintetik usul quyidagi bosqichlardan tovushni topish. Birinchi bosqich so'zda ma'lum tovushni topish. So'zdan ma'lum tovushni topish. Birinchi bosqich so'zdan ma'lum tovushni. Ikkinchi bosqich berilgan tovush qatnashgan so'zni topish. Tovush qatnashgan so'zni topish. Uchinchi bosqichda ajratish. So'zni bo'g'inga qizil rangda belgilab qo'yilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Gul. Va biz albatta bu yerda nimasini demak, hamshira. Bunaqa videolar juda ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xilma-xili bor. Orqa parda. Mana yoziladi.